Hürmetli vatandaş, bugünkü islaha 2020 yıl 12. ayının 24. günü endiki sizlerge sözleydiğimiz mundaq Amerika Qo'shma Shtatları imporga qiladigan 5 yurish oliy maktabni davlat mudofaasining 7% yangidan qor tizimlikka tizimladi. Yeniden para tizimledi. Mana tushib ketgan ko'rdingizmi? Qardoshim. Yeniden para tizimledi. Yoki yeniden qora tizimlikka qo'shdi mavzuli xabar 12 ayning 24-kun Jungo'ga nazar to'rbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yeni növbetlik Amerika prezidenti təxəbik etilmedi. Lekin Prezident Trump hükümeti Jungo Kompartiyasını imporga qilishni davamlı kuchaytdi. Jungo'nun 5 yurish oliy maktabi imporga qilish qora tizimligiga qo'shildi. Jungo'da to'rga chiqadiganlar bayqidiki, hatto Jungo'da davlat mudofaasining 7% deb ataladigan mektepler ve mektep şirketleri qora tizimlikka qo'shildi. Fransiya Xalqaro radiosi munda xabar qildi. Qora tizimlikka tizimlangandan keyin Amerikaning shirkatlaridan import qilinadigan mahsulotlar Amerikada doiralarning tasdiqlashidan o'tishi kerak. Bu texnikani qamal qilishga barobardir. Amerika Savdo Ministerligining ministri William Ross 12 ayning 18 kuni Amerikaning Savdo Ministerligi kishilik huquqqa daxlatarvoz qilganligi uchun Janubiy dengizda harbiylashtirganligi va Amerikaning savdo maxfiyatligini o'g'irlaganligi uchun 77 yurishlik Jungo shirkatlari to'g'risida bayonot e'lon qildi. Jungo torbatları imporga qilingan 5 yurishlik oliy maktabning tizimligini izlab topdi. Beijing Tabiiy fanlar universiteti, Beijing Pochtelgraf universiteti, Nanjing Olam boshlig'i universiteti, Nanjing Tabiiy fanlar universiteti va Tianjin universiteti qatorli oliy maktablar. Buni aytib gap bo'ldi vatandoshlar, bu oliy maktablar imporga qilish qatoriga qo'shildi. Buningga bu yil 5-oyda qor tizimlikka elingan 13 yurishlik Jungo to'liq o'rta maktablarini qo'shganda qor tizimlikka kirgizilgan bo'ldi. Kechiringlar. Qo'shganda navbatda Jungoning 18 yurishlik oliy va to'liq o'rta maktablar qor tizimlikka kirgizilgan bo'ladi. Buning ichida Jungo'da davlat mudofaasining 7 nafar farzandi deb ataladigan oliy maktab shirkatlari bor. Yuqoriqilardan boshqa buning ichida yana G'arbiy Shimol sanoat universiteti, Beijing Olam boshlig'i universiteti, Harbin sanoat universiteti, Harbin Qurilish universiteti, qatorli oliy maktablar bor. Tushuntirishlarga asoslangan yuqori oliy maktablar ayrim holda Jungo harbiy ishlar sanoatiga, harbiy qurollanish aslahalari, olam boshlig'i kechiringlar, elektronlik kuchlar, ximiya va materiallar qatorli turlarga qatnashadi. Tunishtirishlarga asoslanganda Amerika imporga qilish uchun qora tizimlikka tizimlagan Jungo oliy maktablari va Jungo shirkatlari Amerikaning shirkatlaridan mahsulot import qiladi. Hamda bu import qilish Amerikada shirkatlar uchun aytganda eksport qilish hamda Amerikaning tasdiqlashidan o'tish kerak. Ham import qilish, ham eksport qilish endi Amerikaning tasdiqidan o'tish kerak. Bu xuddi texnikani qamal qilishga barobardir.
Ötken bir hafta içinde Prezident Trump hükümeti Cumhur Kompartiyasiga arka-arkadan keleştirip muş attı. Amerika Devlet Mahkemesi Cumhur Kompartiyasi bu intayın zor tehdit dedi. 12. ayının 14. günü Devlet İşlakatı Mike Pompeo Newsmax gazetinin ziyaretini kabul kılganda ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Cumhur Kompartiyasi Amerikaga va butun dunyodagi har qanday bir kishiga intayin zo'r tahdid. Devlet İşlakatı Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan beri Amerika'nın uzundan beri kelayotgan tashqi siyosatini tubdan o'zgartib o'tdi. To'sqinliklari besib o'tib, zo'r töhpi yaratdi ve Amerika'nın bexatarligini qo'g'didi.